Fujiko, yaxshimisan? Fujiko, yaxshimisan? Fujiko, yaxshimisan? Akajon, men yaxshiman. Ahvollarim yaxshi. Buni qila olmaysiz, aka. Aka, men ishlarim yaxshi. Oyi, akamga nima bo'ldi? Uni unut, Fujiko. Aka, nima uchun? Aka, topshiriqni bajara olmay hayotdan ko'z yumdi. Nimaga? Aka, axir siz zo'r edingiz-ku. Fujiko, sen to'g'ri oilasini yangi boshlig'i bo'lishing kerak. Akaning o'rniga. Mana akam zaifada. Akam zaifada. Men esa kuchli bo'laman. Hammadan. Lekin bu biz aytayotgan iblis xo'jayini, agar shundoq qilsam, qachondan buyon men bilan bunaqa munosabatdasiz? Yo'q, unaqa emas. Men shunchaki unda men sizga ishonaman. Hammasi reja bo'yicha ketyapti. Mo'juda qiziqarli, fitnalar eng yaxshisi. Fujiko, sen juda ham yovuz bo'lg'ayding. Siz meni yolg'iz qoldira olasizmi? Bu qorong'u sevganlarning idealiga mos keladigan kuchga ega. Nafrat. Bu Sayakto kelajakdagi dunyoni yo'q qiladigan kishi bo'ladi. Men unga qo'l uzatishim kerak. O'g'il bolalar yotoqxonasi, hammom. Kech bo'lganda bu yerda hech kim yo'qligi sababli hammasi yaxshi. Ha, hamma meni kuzatib tursa juda noqulay. Ha, siz odatdagidan ko'ra g'ayrioddiy ish qilmaysiz, baribir. Men hech ham g'ayrioddiy ish qilmayman. Xo'sh, baribir, siz sinf vakilini juda yaxshi bajardingiz. Siz uni ko'rish uchun yashirincha chiqib ketdingiz. Va maktabda jamoat rahbarini yo'ldan ozdirdingiz. Eng zo'rsiz. Yo'q, men faqat to'xta, jamoat rahbari. Eshitmadingizmi? Bu maktab aslida yer osti tomoniga ega. Asosiy oqimi bir qismi kabi harakat qiladigan talabalar bor. Qora sehrda va uni yomon ishlar uchun ishlatishadi. Men qora sehrni taqiqlangan deb o'ylayman. Aynan Hatori Jonko shunaqa. U shunaqangi adolatparvarki, kuchli tuyg'u bilan har qanday odamni bostira oladi. Hatori jamoat rahbari bo'lsa, yer ostining ham rahbari bordir. Bilmadim. Yo'qmi? Men shuni ayta olamanki, bir ikkita odamgina buni javobini biladi. Yaxshi, keyinroq ko'rishamiz. O'ylaymanki, qayoqqa borsam ham yer osti borligi mantiqiy. Bosh ifodang bilan shunchaki kulma. Sen meni kichkina yoki boshqa narsaga o'xshatyapsan. Nima bo'ldi? Demak, sen shu yerda ham meni kuzatyapsan. Nimaga insonlar jinsiy asosini kattaligidan tashvishlanadi? Bu shundaki uylanib, keyin ishni qilish va bolalar deydi-yu. Ha, tushundim. Bunaqa holatda senikini ko'rmoqchiman. Men boshqa erkaklar bilan solishtiraman va qaror qilaman. Bunda qilolmaysan. Men ko'rib turibman. Meni masxara qilyapsanmi? Ozgincha.
Sehrli sut. Eto Fujiko. Hattori bilan uchrashganing uchun men kelishib oldim. Ertaga maktabdan keyin. Podva 3-qavatdagi eski kazarmada. Rahmat, mayli, keyinroq gaplashamiz. Eng kamida men u bilan bu masalani hal qilaman. Men talabalar kengashining prezidenti Rirashiro Ishaman. Vitse-prezident Ota Kimichi. G'aznachi Kamiyana Kana. Va bu Kotabaru Nune. Noga. Tanishganimdan xursandman. Siz haqingizda YouTube'dan eshitdi. Siz intizomiy a'zo bo'lishga olasizmi? To'g'ri, eshitishimcha hozirda hech kim xizmat qilmayapti ekan. Qiziqarli tuyulyaptimi? Siz kuchli jangchisiz, to'g'rimi? Jangchi? Tartib intizom qo'mitasi ko'zni qamashtiradigan narsa emas. Buni tushunaman. U yerlarda juda ko'p yomon odamlar bo'ladi. Pastga tushirganimizda o'z nomingizni yarating. Ammo bu shuningdek har kim bo'lishiga olayotganini anglatadi. Qo'mita o'z kuchini ko'rsatishga olaydi. O'ylaymanki, siz iblislar xo'jayini uchun eng zo'r pozitsiya bo'lishi mumkin. Yo'q, men bu maqsad demasdim. Shundoq ekan, men sizdan natija kutaman, Sayakto. Sayakto iblislar xo'jayinimida? Tartib intizom qo'mitasi boshqaradigan Sayakto bo'ldimi? Mana havo bilan tanamizda oqayotgan bir xil moddadir. Va siz maniyasiga qarab sehrlardan foydalanishingiz mumkin. Bularning xususiyatlari bir-biridan umuman farq qilmaydi. Menimcha endi ko'proq muammoga duch kelyapman. Eto talabalar kengashi aytgan hech narsani eslamadi. Va bugungi kecha haqida nima deyish mumkin? Yana orqasidagi dumini tortish kerakmi? O'g'il bolalar yotoqxonasi. Men undan foydalanmoqchi emasman. Lekin har ehtimolga qarshi olaman. O'ylaymanki, men birinchi navbatda u bilan shug'ullanishim kerak. So'ga kena. 100% grunch krakerlari. Nima gap o'zi? Do'stiga kelishi uchun sabab kerak emas, to'g'rimi? Koroni agar shunaqa jim o'tirsan, men uni xonasida dam olmasam say asabiylashadi degan buyruq oldim. Lekin sen uni orqasiga tegmoqchi eding-ku, to'g'rimi? U yo'da liralardagi tegish jinoyat emas. To'xta, sumkangda o'zi nima bor? Bumi. Gurunch pishirgichmi? O'chan gurunch yoqadimi? O'chan. Bu gurunchlarni men yoqtiraman. Shuning uchun uni xonamda saqlagan edim, ammo ular buni taqiqlashdi. Shuning uchun men sizga buni olib kelsam, har kuni kelaman deb o'yladim. Har kuni kechirasan-ku. Agar ruxsat bermasang, Koroniga nima qilmoqchi bo'lganingni aytib beraman. Lekin hamma meni keyin yomon tushunadi. Qiyin bo'lsa kerak. Sizga hamma tushunmaydi. To'g'ri. Xohlaysizmi? Rahmat. Buni siznikida qoldira olamanmi? Yo'q. Nimaga yo'q, guruncha joyab. Hammasi oppoq va yumshoq. Uni tishlagandan keyin ta'mi va uni shirinligi dunyodagi hammani lol qoldiradi. Va hammada baxtli hukmronlik. Buni yo'li bor. Bu dori-dormonlar uchun harbiy darajadagi qurilma. U ittifoqchilarga dori, dushmanlarga zahar purkiydi. Demak, aytmoqchisanki, unga gurunch qo'ysa. O'ylamayam. Bu yomon, u bilan uchrashish vaqti kelib qoldi. Haligi Soga. Maza do'stmiz, shuning uchun meni key deb chaqir. Men hozir ozgina o'qish olayman, shuning uchun. Nima, meni haydayapsanmi? Mendan qutulib, Koroni bilan ishingni davom ettirmoqchimisan? Xayoling qursin sana. O'ylaymanki, men bunga yordam bera olmayman. Nima bo'lganda ham keyinroq ko'rishamiz. Buni olib ket. O'zingda qolsan. Qo'y, olib ket buni. Mayli. U ketdi, sen davom ettir. Hazillashyapsanmi? Lekin sen meni orqamga tegmoqchi bo'lding-ku. Bu sen bilan jinoyat emas, to'g'rimi? Lilada bilan yo'q. Vaqtim tugab qoldi. Vaziyatdan foydalanish kerak. Agar shuni xohlayotgan ekansan, kechirasan. Mayli. Hech narsa bo'lmaydi. Vaziyat taqozo qildi shuni. Maktab 100 yil oldin urushdan qolgan muassasada paydo bo'lganini eshitgandim.
Lekin men bu qadar pastga tushishini kutmaganman. Haqiqatdan ham kazarmaga o'xsharkan. Qo'rqish uchun sabab yo'q. Bu bo'lajak iblis xo'jayinimi? Men ko'ryapman. Qilishim kerak bo'lgan narsa men uni bitta nuqtaga qaratishdir. Sen ablah! Yer yutsin seni! Bu uchun menda ko'plab usullar bor. Asabiylashma deyam, tutinglar uni. Mana savolim bor. Kutilmaganda nimaga menga hujum qilganlaringni bilishni xohlayman. Sen intizom azizsan deymi? Aha, o'zimni nomzodimni qo'ygandim. Sen qilishing kerak bo'lgan narsa u yoqda o'tirib uni olib ketish. Xo'jayin. Hiroshi, Xo'jayin, mendan xavotirim, o'zingizni qochin. u anime personajidek gapirishni boshladi. Aslida menda boshqa savol bor edi. Odamlar harakat qilishga urinayotganda nimani o'ylashadi? O'sha animedagi yozlar kabimi? Ovozingni o'chir. Nima bo'ldi? Ayollarim, senga nima bo'lishi haqida o'yladingmi o'zi? Ha, o'yladim, men juda xotirjamman. Bunaqa voqea sodir bo'lganda o'zim yo'qotaman deb o'ylagandim. Lekin bunaqa bo'lmadi. Ketishingga ruxsat bera olmayman. Nima qilmoqchisan? Agar senga o'xshaganlar ko'proq paydo bo'lsa, agar birortang bo'lsang, men ham meni bitta-bittalab qiynashga ham tayyorman. Mana buni ol. Mendan rahm qilishni so'rab o'tirma. U bizni o'ldiradi. Voy bilis, to'xtat. Bunda qila olmayman. Ularni ko'proq qo'rqitishim kerak yoki Demak, sen nihoyat kimligingni ko'rsatding, Demon Lordi. Ular menga hujum qilishdi desam ishonasanmi? Endi nima qilmoqchiligingni tushundim. Sen qonunbuzarlarni boshqarish uchun qo'mitadan foydalanding va endi davlatga aralashmoqchisan. Nazorat qilish uchun sen dunyoni egallashni rejalashtiryapsan. Bunga aqlim ham yetmaydi. Men shunchaki o'zimni himoya qildim. Sen meni qo'lingda ushlab turish uchun meni rosa sharmanda qilding. Va shundoq qilib, maktabni ham, yer ostini ham to'liq nazorat qilmoqchi eding. Yo'q, bunaqa emas. Demak, sen hujum qilmoqchisanmi? Men seni mag'lub eta olmasligim mumkin, lekin zarba berib olaman. Bunda vaziyatda hech narsa bo'lmaydi. Undan foydalanish kerak. Demak, sen o'qotar quroldan foydalanmoqchimisan, qo'rqoq? Yo'q, unaqa emas. Nima? Bombosh. Unaqada akademiya uchun, yo'q dunyo tinchligi uchun. Men xayr-xohlarni yig'aman va seni mag'lub qilaman. Mag'lub qilasan? O'zingni tayyorla, iblislar hukmdori. Xo'sh, ahmoq. Bu g'alati. Dori yo'q bo'lib qoldi. Bu qanaqa dori edi o'zi? Bu har kimni menga qasamyod qilishga majbur qiladigan narsa edi. Ammo u yo'da sovuqqonlik bilan yo'l oldi. U haqiqatdan ham iblislar hukmdori. Men uni xohlayapman.
Asosan, siz meni o'chirib qo'yding va o'zing ketvording. いろいろ勝手をしていたと。 Uzr so'rayman. Men nima bo'lganini eslay 謝 olmayman. られても裁くことができません。 Lekin masala qandoq qilib mas'uliyatni o'z zimmamga olishingdadir. Mani maqsadim bor edi, shuning uchun ustozimni ko'rgani bordim. Ham bilaman axir. Biroz vaqt oldin Hattoridan xabar oldim. U senga qarshi ekan. Bu maktab qoidasi shunday emasmi? Tizim odatda ayg'oqchi yoki xoinlarga qarshi qo'llaniladi. 利用されていたのだけど、 Ammo qoidalarning o'zi mavjud. いるから、 Chetlab o'tish ham. ないわね。 Chetlab o'tish? Agar o'lib qolsang, men seni yorib ko'rishni istayman. Men juda hayajondaman. Mendan keyin hech kimni xohlamayman va men yomonlarni jazolash vaziyati hal qilmasligini bildim, bu yomon. Qanday achinarli. Faqatgina bir soniya bo'lsa ham 心を men rostdan ham xohlar edim. Nima deb o'ylayapsan, Junko? O iblisli xo'jayini. Kim u? O'ylaymanki, hozir o'zimni juda asabiy his qilaman. Buni oldini olish kerak. Men ertaga jang qilishga va o'lishga tayyorman. Diqqat! Say Akto ekanligi tasdiqlandi. Maktabni egallab, dunyoni bosib olish istagida. Bunga javoban maktab jazo choralarini qo'llash tadbirini qoldirdi. Jazo choralari to'g'risida xabarnoma. Menga qo'shiladiganlar, har qanday xayrixohlarga men bilan bog'laninglar. Xo'jayin, men sizga yordam berish uchun keldim. O'lishingga hojat yo'q. Lekin siz axir meni qutqarishga harakat qildingiz-ku. Shuning uchun men bir soatga qochib ketsam bo'ladi. Hujumga! Qoch! Xo'jayin! Uni qo'yinglar, uni qo'yinglar. Men buni u uyushtirganligi uchun qabul qila olmayman. Endi qochadigan joyim yo'q. Hattori, Bilginki, men sen bilan savdo qilsam faqat bitta zarba. Oldinda hali ko'p insonlar bor. agar men sendan to'xtashni so'rasam, bundan hech narsa chiqmaydi, to'g'rimi? Bu to'g'ri, hech narsa chiqmaydi. Olam! Men ma'namni juda yaxshi nazorat qila olmayman. Shunchaki kecha omadim keldi. Bu sana oxirim. Men bunaqa yomon ish qilganimni eslolmayman. Jannani yoqma. Sen boshqalarni kuch bilan nazorat qilmoqchi eding. Men senga allaqachon tushuntirdim. Qolaversa jahling chiqmaganga o'xshaydi. Sen butunlay ta'sirlanmading. Qilgan gunohlaringni tushunmadingmi? Men ilgari hech qachon sezmaganman. Nimaga qo'rqyapsan o'zi? Keyinroq qo'rqaman. 残念だが。 Hozir o'lishing kerak. Balki siz kimligini o'zgartira olmaysiz. Lekin siz ularning fikrini o'zgartirishingiz mumkin. Bilaman, zo'r ko'rinishga urinish xatolaridan biridir. Lekin u haqiqatdan ham jiddiygina yigit. Va men ham bilaman, sen uni juda yaxshi ko'rasan, Junko. Nima? Menimcha sizlar keraklar biroz ahmoqsizlar. Demak, jang qilishinglarga hojat yo'q. Bu nimasi? Nimaga shuncha harakat? Men Stesta va Iblis xo'jayini juftligini bilar edim. Shunday qilib ularni sevgisi janjal bilan birga o'ynashimiz kerakmi? Menimcha kerakli foydalanish kerak. Mana tinglanglar, bu unaqa emas. Xo'sh, sanam nimadir degan. Yordam bermaydi. Nima? Men senga bir necha marta xuddi shu narsani aytdim. Ha? Ularni o'ldirishimiz kerak. Endi nima qilasan? Tanlovim yo'q. Men oxirgi narsani aytaman.
Tan olaman bu yerda ham aybim bor. Bu men uchun yetarli. 僕としては十分だ Qani ketdi. Ha. Koronya. Orqaga. Reis, bu to'g'ri. Dunyoda hamma birga gurunch yesa bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Men gurunch qandaydir dori turini aniqlamadim. Dori? Uni endi saqlagan dorini ettirib gurunchga alashtirdim. Bu hammani kelishib olish kerak, to'g'rimi? Shu payt men bilan birga edingmi? あの時そばにいたな Demak, sen uni quroldan olding. 向いたってわけか Endi seni bir daqiqa ham nazardan qo'chirmayman. Tahlil yakunlandi. Bu ma'lum bir shaxsga sodiqlik majburlaydigan qora sehrli bir turi. Qora sehrmi? U juda suyultirilgan, shuning uchun ta'siri faqat bir kun davom etadi. Menimcha, etuq hamma bilan bir xil til topishi qoladi. Kelini boshidanoq hammasini tushunganmidi? 全部分かっていて Yo'q, men juda ko'p o'ylavordim-ku. Fujiko, men sizni sevaman, nimaga unaqa qilyapsiz? To'xtang, kuting. Qarash yo'q. Iltimos to'xtatinglar. Yo'q, unaqa emas. U yo'q emas. U o'z tuzog'iga o'zi tushdi. Ahmoq. New Dubbing Garem kanali uchun maxsus tayyorlandi va ovoz berdi Lak, tarjimon va Tiny Jamlar. Keyingi qismlarda ko'rishguncha. 太陽の粒をキラキラつないで My fantastic soul